Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Bizni o'quvchilarimiz, bugun biz siz bilan moliyaviy hisobot xalqaro standartlari asoslari degan kursni dasturini, bu kurs maqsad vazifalarini, kim uchun mo'ljallangani va umuman bu kurs o'tish tartibini birga ko'rib chiqamiz. Bu kurs muallifi men Umida Fayziyeva, SIPA ACCA DPFR diplomlar egasi, iqtisod fanlari nomzodi va buxgalterlar akademiyasi o'quv markazining rahbari bo'laman va bugungi bu kursni mazmunini men sizga yoritib berishga harakat qilaman. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari nima uchun kerak? O'zi bu nima? Moliyaviy hisobot xalqaro standartlari butun dunyoda qo'llaniladigan standartlar. Buxgalteriya hisobi ma'lum bir andozalar, standartlar asosida yuritiladi va aniqki bu standartlar, aynan xalqaro standartlar, bu standartlar umumiy standartlar ichidagi eng sifatli, eng shaffof standartlar hisoblanadi. Va bu standartlar asosida tuzilgan moliyaviy hisobot birinchi navbatda investorlar, kreditorlar, moliyalashtirish institutlari uchun juda muhim, biznes egalari uchun juda muhim bo'ladi. Va hozirda bu standartlarga o'tish aynan O'zbekistonda ham dolzarb muammolardan bittasi hisoblanadi. Chunki hozirgi kunga kelib banklar, aksioner jamiyatlar, sug'urta kompaniyalar, yirik soliq to'lovchilar, birjalar va umuman olganda ko'p yirik tashkilotlar xalqaro standartlarga o'tib bo'ldi. Nima sababdan? Chunki xalqaro standartlar bu biznesning tili hisoblanadi. Mana bu yilning boshida aynan o'rta va kichik korxonalar ham xalqaro standartlar asosida shakllanadigan moliyaviy hisobotlarning milliy standartlari asosida buxgalteriya hisobini yuritishga majbur bo'lishadi. Kuni kecha Prezident farmoni asosida ijtimoiy ahamiyatga ega kompaniyalarning tizimi ishlab chiqarilishi, ro'yxati ishlab chiqarishi bo'yicha qaror qabul qilindi. Bu qarorga asosan nizom qabul qilindi. Mana endi ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan tashkilotlar ro'yxati Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlanadi va aynan shu korxonalar majbur bo'ladi, aynan shu moliyaviy hisobot xalqaro standartlari asosida hisobini yuritish. Aytganimdek, qolganlar esa o'rta va kichik korxonalar NSFO, ya'ni Nasionalniy standarti finansoviy отчетности, moliyaviy hisobotlarning milliy standartlari asosida hisobini yuritishga majbur bo'ladi. Bu tizim 2027-yildan boshlab ularga majbur bo'ladi. Demakki, biz barchamiz bu jarayonga tayyor bo'lishimiz kerak. Shuning uchun bizni bu kursimiz juda dolzarb, juda ahamiyatga ega hisoblanadi va bu kursda buxgalterlar, moliyachilar, talabalar, korxona rahbarlari va umuman karyerada o'sishni xohlovchi barchalar o'qishi mumkin bo'ladi. Lekin shu yerda men bir narsani aytib ketishim kerak. Bu kursda o'qimoqchi bo'lganlar albatta bazaviy buxgalteriya hisobi bilimiga va amaliyotiga ega bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Agarda buxgalteriya hisobida sizda bilim past bo'lsa, umuman yo'q bo'lsa, bu kurs sizga murakkab kurs hisoblanadi. Shuning uchun ham mana bizda aytilyaptiki, bu kurs buxgalter, moliyachi, auditorlar, korxona rahbarlari va talabalar uchun ham mo'ljallangan. Lekin talabalar o'sha bazaviy bilimga ega bo'lishi kerak bo'ladi. Bu kursimiz soati 76 soat va bu kurs ichida ham nazariya va amaliy mashg'ulotlar ko'zda tutilgan.
Darslar odatda 3 soatdan hafta davomida yoki toq yoki juft kunlar bo'ladi. Odatda kechki soat 6:30 dan to 9:30 gacha bo'ladi darslarimiz. Bu moliyaviy hisobot xalqaro standartlari dolzarb bilimlar orqali kasbiy va karyerada o'sishga olib keladi. Va undan tashqari mana ACCA DPFR imtihoni bor. Bu imtihonni muvaffaqiyatli topshirganlar diplomga ega bo'ladi, DPFR diplomiga. Aynan shu kursga borishdan oldin bizni moliyaviy hisobot xalqaro standartlar asoslari kurs bu o'tish kursi, ya'ni tayyorgarlik kursi hisoblanadi. Shuning uchun ham men shaxsan tavsiya qilaman, birinchi bu kursni o'ting va keyingina faqat DPFR kursiga tayyorgarlikni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Endi aytganimizdek 76 soat ko'zda tutilgan dasturimizda bu darslar nazariya va amaliyot asosida olib boriladi va dars jarayonida siz prezentatsiyalarga ega bo'lasiz, misollar ishlaysiz, testlar, vazifalar, keyslar hammasi shu 76 soat ichida bo'ladi. Ya'ni o'qituvchi nazariya mavzularini o'tib bergandan so'ng siz albatta barchasini amaliy keyslar asosida ishlash asosida ko'nikmaga ega bo'lasiz. Va darslar offlayn va onlayn tarzda amalga oshiriladi. Mana endi biz siz bilan bittama-bitta alohida bo'limlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni dasturga o'tamiz. Dastur doirasida bizda qanaqa mavzular o'tiladi? Eng qiziq joyga keldik. Demak, dastur birinchi navbatda MSFO asoslari bo'limidan boshlanadi. Bu mavzular doirasida biz MSFO ga kirish mavzusini o'tamiz. Ya'ni MSFO bu nima? Ya'ni moliyaviy hisobot xalqaro standartlari nima? Masalan, IFRS bor, IAS bor. International Financial Reporting Standards deb nomlangan standartlar bor va IAS International Accounting Standards. U nima? Uni farqi nimada? Uni yuridik kuchi qanaqa, maqomi qanaqa? Aslida bu bitta narsa, faqatgina 2001-yilgacha qabul qilingan standartlar IAS abbreviaturasida ketgan. Undan keyingi standartlar esa IFRS, hozir yangi standartlar faqatgina IFRS abbreviaturasi bilan ketmoqda va IASlar soni kamayib bormoqda, IFRS sonlari oshib bormoqda. Biroq IAS u ham yuridik kuchga ega standartlar. Masalan, oddiy zaxiralar standarti IAS 2. Asosiy vositalar standarti IAS 16. Ijara standarti IFRS 16. Bu mavzu doirasida undan tashqari biz o'zi moliyaviy hisobot xalqaro standartlarini kim ishlab chiqadi? Ishlab chiqarish jarayoni qanaqa? Moliyaviy hisobot xalqaro standartlarini Moliyaviy hisobot xalqaro standartlar kengashi ishlab chiqadi. Bu kengash shtab-kvartirasi Londonda joylashgan. Mana shu savolda biz to'xtalamiz va umuman standartni ishlab chiqarish va qabul qilish jarayoni. Biron bir standartni ishlab chiqarish bu 1 oy, 2 oylik ish emas. Bunga ayrim holda yillar talab qilinadi. 2, 3, 4 yil talab qilinadi, chunki bu jarayon oddiy emas, murakkab jarayon hisoblanadi. Qisqacha qaytarib olamiz. Ikkiga qilaman yozuvni. Va standartni o'qishdan oldin biz konseptual asos o'rganib olishimiz kerak. Ya'ni konseptual asos bu standart emas, lekin biroq butun standartga asos beradi. Xuddi uyimiz fundamentda turadi, o'sha fundament bu konseptual asos. Yoki konseptual asos bu daraxt. Daraxt mevalari esa olmalari bu moliyaviy hisobot xalqaro standartlari. Bu konseptual asosda o'sha fundamental asoslar, o'rinlilik, haqqoniy taqdim etish va yana ham sifatni oshib beruvchi asoslar belgilab bergan moliyaviy hisobot shakllari, elementlari hammasi konseptual asos. Masalan, aktiv nima? Majburiyat nima? Daromad, xarajat nima? Mana barchani ta'riflari konseptual asosda
izohlab berilgan. Biz siz bilan birga buni o'rganamiz va hisobotni taqdim etish va yoritish degan standartdan boshlaymiz. Bu mana kunigacha qabul qilingan oxirgi standartlardan bittasi 18-IFRS. Uni nomi moliyaviy hisobotni taqdim etish va yoritish. Uni hali rus tiliga tarjimasi ham yo'q, hattoki o'zbek tiliga tarjimasi yo'q. U faqatgina hozir ingliz tilida qabul qilingan va 2027-yildan majburiy kuchga kiradi. Uni biz siz bilan o'rganamiz va alohida mavzuyimiz bor, diskontlash. Bu pul oqimlari qanday aks ettiriladi? Masalan, ijaraga biz pulni keyin to'laymiz, lekin majburiyatni biz hozir zimmamizga olishimiz kerak, hisobotimizda ko'rsatishimiz kerak. Bu majburiyatni hisob-kitob qilish uchun biz kelajakdagi pulni hozirgi kunga qiymatini baholashimiz, bilishimiz kerak. Buni formulalari bor. Bu jarayon diskontlash deyiladi. Bu butun kursning poydevori hisoblanadi. Ikkinchi bo'limimizda biz mana endi asta-sekin aktivlarni birga o'rganishni boshlaymiz. Ya'ni pul mablag'laridan boshlaymiz. Ya'ni pul mablag'lari qanday moliyaviy hisobot xalqaro standartlarida aks ettiriladi? Balansda, ya'ni moliyaviy holat to'g'risidagi hisobotda biz qanaqa aks ettiramiz? Moliyaviy hisobot xalqaro standartlarida pul mablag'lari barchasi kassadami, hisob-kitob shotidami, valyuta shotidami, hammasini bitta qilib ko'rsatamiz. Uni batafsil yoritishlarini esa yoritishda aks ettiramiz. Debitor qarzi. Bu yerda mana qovus ichida men yozib ketganman. IFRS 9, ya'ni qaysi standart bilan tartibga solinishi, zaxiralar IAS 2, asosiy vositalar IAS 16, nomoddiy aktivlar IAS 38, investitsion mulk IAS 40, ya'ni aktivlarga bag'ishlangan deyarli barcha standartlarni birga siz bilan o'rganamiz. Bu bizni kursimizning ikkinchi bo'limi. Eng katta muhim bo'limlardan biri hisoblanadi. Undan tashqari bu bo'limda ijara IFRS 16, sotish uchun mo'ljallangan uzoq muddatli aktiv va tugatiladigan faoliyat, ya'ni IFRS 5 standartlarini birga o'rganamiz. Mana masalan, asosiy vosita va investitsion mulk orasida farq nima deymiz? Bizda ko'pincha barcha binolar asosiy vositalar tarkibida bo'ladi. U bino farqi yo'q, o'zimiz ishlatyapmizmi yo ijaraga berdikmi? Biroq xalqaro standart nima deydi? Agar siz biron bir binoingizni operatsion ijaraga bergan bo'lsangiz va bu sizga pul olib kelib turgan bo'lsa, ana biz aytamiz-ku, passivniy dohod. Bizni asosiy faoliyatimizdan tashqari bu bino bizga pul olib kelib turibdi. Demak, bu bino biz uchun asosiy vosita emas, investitsion mulk hisoblanadi. Demakki, u alohida boshqa standart bilan tartibga solinadi. Ko'rdinglarmi? Demak, undan tashqari biz tushum degan bo'limimiz bor. Ya'ni 15-standart xaridorlar bilan tuzilgan shartnomalar bo'yicha tushum. O'sha daromadni, asosiy daromadni qanday aks ettiramiz, qanday tan olamiz? Bu standart juda katta standart hisoblanadi. 5 bosqichli modelni o'rganamiz va amaliyot uchun juda muhim standart hisoblanadi. 4-bo'limimiz bu majburiyatlarga tegishli standartlarimiz. Bu majburiyatlarni tan olish, qisqa muddatli majburiyat toifasiga nimalar kiradi, uzoq muddatli, masalan, qarz oldingiz, zaym oldingiz, ayrim holda bu qarzlar foizsiz olinadi, ko'p bizda amaliyotda bo'ladi. Shu foizsiz qarz bo'lsa, uning moliyaviy hisobotda qanday aks ettiramiz, soliq oqibatlari qanaqa? Mana shu vaziyatlarni birga siz bilan ko'ramiz. 37-standart bor, baholangan majburiyatlar, rezervlar, shartli majburiyat va shartli aktivlar. Misol keltirishim mumkin. Masalan, 31-dekabr holatiga, 2025-yil holatiga faraz qilaylik, bizda sud jarayoni ketmoqda. Lekin natija hali yo'q. Milliy standart bo'yicha biz hech narsani aks ettirmaymiz, chunki sud qarori bo'lgani yo'q deymiz. Lekin xalqaro standart bo'yicha aynan 37-standart talab etadiki, senda majburiyat bor zimmangga.
yuristlar bilan maslahatgan holda biz qaraymiz, buni natijasida biz nima bo'ladi bizda. Agarda buning natijasida bizda majburiyat paydo bo'lsa, biz albatta hisobotimizda 31-dekabr holatiga zarar va majburiyat tan olamiz. Nimagaki, bu vaziyat aynan hisobot davrida bo'ldi. Uni natijasi, oxir natijasi 26-yilda bo'lsa-da ham bizga eng muhimi iqtisodiy mazmun. Yuridik jihat, nima deydi? Sudni qarori, yuridik hujjat bizda 26-yilda bo'ladi, lekin iqtisodiy mazmunan biz turimizki, bizda shtraf bo'ladi. Biz to'lov qilamiz, demak, buni bizani foydalanuvchilar uchun ko'rsatib berishimiz kerak. Nimaga? Chunki biz moliyaviy hisobotimizni, aynan o'sha xalqaro standart bo'yicha qilingan hisobotimizni birinchi navbatda investor, kreditor, qarz beruvchilar uchun tayinlab beramiz. Ular uchun shaffof, o'rinli bo'lgan, foydali bo'lgan ma'lumotni yetkazib berishimiz kerak. Aslida ham shu bizning asosiy maqsadimiz, foydali bo'lgan ma'lumotni ularga yetkazib berish. Demak, bu narsa kutilyaptimi, ehtimoli yuqorimi, hisobotimizga kirishi shart bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Va alohida standart foyda solig'iga mo'ljallangan 12-standartni biz siz bilan o'rganamiz. Ya'ni majburiyatlarni farqi yo'q. Xodimlarga to'lanadigan majburiyatmi, byudjetga to'ladigan majburiyatimizmi? Barcha majburiyatlarni biz siz bilan to'g'ri hisoblashni va hisobotda taqdim etishni birga o'rganamiz. Keyingi oxirgi bo'limimiz bu moliyaviy hisobotlar. O'zi aslida moliyaviy hisobotni milliy standartga o'xshab xalqaro standartda 4 ta asosiy shakli mavjud. Birinchisi moliyaviy holat to'g'risidagi hisobot. Milliy standart bo'yicha buxgalteriya balansi deb o'rganganmiz, to'g'rimi? Birinchi shakl buxgalteriya balansi. Ikkinchisi umumlashgan daromad to'g'risidagi hisobot. Biz uni moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot deb o'rganganmiz. Bu ikkinchi hisobot shakli. Xalqaro standartda bu hisobotni yana foyda va zararlar va boshqa umumlashgan daromad to'g'risidagi hisobot deydi. Uni ham alohida biz siz bilan o'rganamiz, tuzishni o'rganamiz. Barcha shu hisobotlarni batafsil shakllantiramiz va tuzamiz. Va uchinchi hisobot shaklimiz bu xususiy kapital harakati to'g'risidagi hisobot. Ya'ni ustav kapital, rezerv kapital, taqsimlamagan foyda, bularni o'zgarishi qanaqa bo'ldi, hisobotda qanaqa aks ettiramiz, bularni hammasini siz bilan o'rganamiz va oxirgi bizda mavzuyimiz bor, 7-son standartimiz pul mablag'lari harakati to'g'risidagi hisobot. Ya'ni pul qayerdan keldi-yu, nimalarga biz uni ishlatdik? Operatsion faoliyatimizmi, yo investitsiya qildingizmi, yo moliyaviy qarz olib qarz qaytardikmi, moliyaviy faoliyatga ishlatdikmi, bu mablag' dividend berdikmi? Mana shularning hammasini biz pul harakati to'g'risidagi hisobotda jamlaymiz. Odatda bu hisobotni moliyachilar qiladi. Mana endi biz siz bilan xalqaro standart bizdan talab qiladi. Albatta bu hisobot shakllarini tuzgin deydi. Bizda kichik korxonalar o'rgangan. Biz faqat balans bilan foyda zararlar, ya'ni moliyaviy natijalarni qilamiz. Chunki qonun doirasida bizga shunga ruxsat etildi. Biroq shu narsa biz unutishimiz kerak, chunki moliyaviy hisobot xalqaro standartlar asosida hisobotingizni tuzyapsizmi? Sizda shu 4 ta hisobot shakli albatta shakllangan bo'lishi kerak va undan tashqari izohlar bo'lishi kerak unga. Barcha raqamlarga izohlar kiritasiz. Ya'ni pul mablag'lari deydigan bo'lsak, uni yoritib beramiz. Qanaqa pul mablag'lari, nimalar kirgan bu pul mablag'lari toifasiga? Asosiy vosita bo'lsa, o'sha asosiy vositalar turkumiga nimalar kirgan? Bino, inshootlar, balkim zalogda bo'lgan asosiy vositamiz bordir yoki qurilayotgani bordir. Mana shularning hammasini biz yoritib berishimiz kerak bo'lar ekan yoritishlarda. Undan tashqari biz hisob siyosati, hisoblab chiqilgan baholar va o'zgarishlar va xatolarga duch kelib qoladigan bo'lsak, alohida standart bor. Uni biz siz bilan o'rganamiz. Ya'ni agar hisob siyosatini o'zgartiradigan bo'lsak, umuman mumkinmi, yo'qmi? 8-standart bunga javob beradi.
qachon mumkin, qachon yo'q va o'zgartiradigan bo'lsak, qay tarzda o'zgartiramiz? Xalqaro standartda retrospektiv degani, ya'ni orqaga qaytamiz. Orqaga qaytab o'zgartiramiz. Masalan, biron bir usulni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bilingki, ehtiyot bo'ling. Siz barcha o'sha orqaga qaytib o'zgarishlarni amalga oshirishingiz kerak. Xato qilib qo'ygan bo'lsangiz ham shu tarzda xato hisobotda mumkin emas. Demak, o'sha xato kelib chiqayotgan davrga qaytib biz o'zgartirishimiz kerak ekan. Buni bizga 8-standart yoritib beradi. Va 10-standartimiz keyingi yuz beradigan hodisalar, ya'ni keyingi yuz beradigan hodisalar bo'lishi mumkin. Ya'ni 31-dekabrdan keyin qancha vaziyatlar bo'lib ketadi, to'g'rimi? Masalan, yirik debitorimiz bankrot bo'ldi yanvar oyida. Yoki qanaqadir tabiiy ofat bo'ldi, pojar bo'ldi. Masalan, 2-yanvarda bo'lishi mumkin-ku, u hodisalar qanday tarzda ta'sir etadi? Ular oldingi hisobotni korrektirovka, ya'ni tuzatadimi yoki tuzatmaydimi? Mana shu savolga bizga 10-standartimiz javob beradi. Va bitta zo'r standartimiz bor. Birinchi son IFRS, moliyaviy hisobot xalqaro standartlarini birinchi marotaba qo'llash. Ya'ni biz hozir mana 30 jarayonda turgan bo'lsak, sizni korxonangiz birinchi martalab qo'llayotganda aynan shu birinchi standartni qo'llaysiz bir marotaba va u yerda bizga yo'llar berilgan, metodologiya berilgan, yondashuv berilgan. Ulardan biz foydalangan holda tuzishimiz kerak. Masalan, bitta yengil aytaman shu yerdan. Birinchi martalab hisobot tuzayotganda siz 3 ta sana uchun moliyaviy holat to'g'risidagi hisobotni qilishingiz kerak. Biz o'rganganmiz, 25-yil qilamizmi, 24 riyonda ko'rsatamiz, taqqoslash bo'lish uchun. Lekin birinchi marotaba xalqaro standartlar bo'yicha hisobot qilayotganlar bu hisobotni 3 ta sanaga, ya'ni 23 31-dekabr, 31-dekabr 24 va 31-dekabr 25 uchun qilib berishingiz kerak. Bu standart talabi. Aynan shu bo'limda biz yuqorida olingan barcha bilimlarimizni jamlab hisobot tuzishni o'rganamiz. Shu dastur asosida biz siz bilan dars o'tamiz, birga bilimga ega bo'lamiz va har bir mavzuda siz testlar ishlashingiz mumkin. Vaziyatli masalalar, uyga vazifa albatta bo'ladi. Ularni bajarishingiz kerak. Keyslar va kursni oxirida mana 5-bo'limi boshlaganimizda hisobotlarni biz san va amaliy modulini birga ishlaymiz. Bu amaliy modul bitta katta vaziyatli keys. U asosida biz siz bilan Sunway kompaniyasini hisobotini xalqaro standartlar asosida birga tuzamiz. Va dars o'tish jarayonida biz siz bilan bir nechta amaliy hisobotlardan foydalanamiz. Eng birinchi shaxsan meni o'zimga yoqadigan hisobot bu Lukoil hisoboti, chunki bu yerda barcha ko'pgina standartlar namoyon bo'lgan. Bu hisobotlarni sizga elektron tarzda tashlab beramiz gruppamizga. Ya'ni mana shu hisobotlardan doimo foydalanishingiz kerak bo'ladi. Biz darsda foydalanamiz. Bu Lukoil neft ishlab chiqaruvchi va sotuvchi korxonasi. KAMAZ avtotransport vositalarini ishlab chiqaruvchi korxona. Ko'rdinglarmi? Har xil sohalar. Krasnoy Oktyabr bu shokolad ishlab chiqaruvchi zavodlar guruhi va Magnit bu savdo tashkiloti, ya'ni supermarketlar tizimi, to'g'rimi? Ya'ni har xil yo'nalish bo'yicha biz uni taqqoslaymiz, birga ko'rib chiqamiz. Shuning uchun ham bu sizda elektron tarzda saqlanadi. Kurs davomida 2 ta imtihon bo'ladi. Birinchi imtihonimiz oraliq imtihon. Biz 3 ta bo'limdan keyin amalga oshiramiz bu imtihonni. Ya'ni kursni yarmisi o'tganda biz siz bilan bu imtihonni siz topshirasiz va oxirida yakuniy imtihon bo'ladi. Umumiy 100% dasturini o'z ichiga oladigan imtihon. Imtihonlar test tarzida bo'ladi.
testlarni ishlaysiz va testingiz natijasi bo'yicha yoki qatnashganlik sertifikatini olasiz, ya'ni darsni 70%dan ga qatnagan bo'lsangiz, davomatingiz yaxshi bo'lsa, natijalaringiz 50% testlardan o'tgan bo'lsangiz, siz qatnashganlik sertifikatini olasiz. Agarda siz uyga vazifalarni yaxshi bajarib, darslarga yaxshi qatnab, testlar natijasini 80% dan yuqoriga topshiradigan bo'lsangiz, unaqada biz sizga imtihonni muvaffaqiyatli topshirdi degan sertifikat taqdim etamiz. Darslarimiz albatta mana o'quv qo'llanma asosida bo'ladi. Bu mani mualliflik o'quv qo'llanmam, MSFO asoslari, moliyaviy hisobot xalqaro standartlari asoslari. Bu kitobimizda barcha nazariy materiallar, hozirgi dastur asosida hamma materiallar shu yerda jamlangan va har bir mavzusidan keyin albatta bu yerda keltirilgan masalalar, albatta keyslar, uni ayrimlari, misollari ishlangan tarzda keltirilgan. Ishlanmaganlari asosan mustaqil ishlash uchun uni birga keyin darslar jarayonida ko'rib chiqamiz. Bu kitob siz uchun asosiy o'quv qo'llanma bo'ladi. Bu kitobni darsga olib kelishingiz kerak bo'ladi va sizga asos bo'ladi. Siz uchun o'quv markazi tomonidan taqdim etiladi. Bu kurs qiymatiga kiradi. Buni alohida sotib olish kerak emas va bu yerda siz barcha mana masalalar ishlaganingizga o'zingizga izohlar yozishingiz mumkin bo'ladi. Chunki har bitta o'sha masalalarda men harakat qilganman. Mana sizga yozish uchun izohlarga joylar tashlab ketilgan va siz bu o'quv qo'llanmani keyinchalik DPFRga tayyorgarlik ko'rishingizga ham foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bizda barcha kurslar bizni o'qituvchilarimiz tomonidan tayyorlangan mualliflik o'quv materiallari, dasturlari, o'quv qo'llanma, amaliy qo'llanmalar asosida amalga oshiriladi. Va Accounts.uz degan bizni saytimiz bor. Shu saytda siz har mavzu o'tgandan keyin testlar ishlash orqali o'zingizni bilimingizni tekshirishingiz mumkin bo'ladi. Bu mutlaqo tekin. Siz bemalol umumiy dostupda shu saytga kirishingiz mumkin va o'zingizni bilimingizni tekshirishingiz mumkin. Nafaqat MSFO bo'yicha, oddiy buxgalteriya hisobi milliy standartlari bo'yicha ham testlar mavjud. Bemalol o'zingizni bilimingizni tekshirishingiz mumkin bo'ladi. Dars jarayonida birga ishlab ko'ramiz va bizda onlayn platformamiz bor. Bu onlayn platformaga ixtiyoriy, ya'ni siz buni sotib olishingiz mumkin. Bu onlayn platforma sizga nima imkoniyat yaratadi? Darsdan tashqari siz yana bu darslarni o'qituvchini mavzusini tinglab, ma'ruzasini ichida masalalar bor, masalalarni yechimlari bor, checklistlar bor, sizni bilimingizni yana ham chuqurlashtiradigan keyslar bor. Siz bemalol uyda o'zingizni xohlagan vaqtingizda shug'ullanishingiz mumkin bo'ladi. Bu platformani dostupi mana shu 2 oy ichida sizga beriladi. Bu kursni boshqa paketida, ya'ni VIP paketida buni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu ixtiyoriy. Ya'ni mana shunaqa tarzda o'tiladi va sizga foydali bo'lgan saytlar ro'yxatini keltirganman. Bu kitobda ham bor, prezentatsiyada ham bor. Mana IFRS.org, FinAccounting, ACCA Global, Lexus va Accountants.uz degan saytimizda ham juda ham sizga foydali materiallar bor. Demak, bu kursimizni qisqacha tarifi. Mana o'zingiz ko'rdingizki, bu juda ham dolzarb, juda ham qiziqarli kurs. Albatta siz agarda karyerada o'sish maqsadini qo'ygan bo'lsangiz, bu kurs aynan siz uchun. Agar siz bilimingizni charxlamoqchi bo'lsangiz, albatta bu kurs siz uchun.
Buxgalterlar akademiyasi bilan o'z bilim va malakangizni oshiring. Mana kursi dasturi bilan tanishdingiz. Mana endi bilim olishga oq yo'l.